Yunusobod 11-kvartaldan zo'r variantimiz chiqyapti. Novostroy Comfort House'dan 3 xona uyimizni 5-etaj studiyali variant. Hozir bu yoqni video davomida ko'rasizlar. Hop. Bu yoqimizda podyezddan kirishimiz bo'lyapti. Mana krushalar ham katta keyin mana bu stol mebel yasatsanglar zo'r bo'ladi. Tualet vannasi samishonli ekan. Tualet vannasi ham katta keng mana. Bu may uchun narsalarni qo'yib berishar ekan. Uyimizdan 84 kvadrat. Hop, bu yoqimizga kelamiz. Bu yoqimizda ham zal, ham oshxona bo'lyapti. Mana studiyali variant. Bu yoqlarga ko'p eshiklar ham qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Hop, oshxonamizda mana shunday bo'lyapti mana. Oshxonasini ham mana yasatib mebellarni qilsa zo'r bo'ladi. Ko'rsanglar bo'ladi mana. Remontlar zo'r chiqdi uyimizdan. Bez mebel texnika bu uyimizda. Hop. To'g'rimizda spalniya xonamiz bo'lyapti. Spalnisini ham mana ko'rsanglar bo'ladi. Skromniy taki zo'r aylangan bo'libdi. O'zini balkoni ham bor bu yoqda. Bu yoqda garderobning yasatib olsa mana. Endi o'ng qo'limizda detskiy xonamiz bo'lyapti. Mana detskiysi ham bu yoqda mebellar yasatsanglar zo'r bo'ladi. Karavotamiz mana. Aboylarini ham ko'rsangiz bo'ladi. Chiroyli qilib qo'yishibdi. Bu yerda ham o'zining oynasi bor, bu yerda ham garderobnisi bor mana. Hop, bu uyimizdan narxini 120 ming so'rashyapti. Yana sunnatdagi ozgina o'tib berilgan joyi bor. Megaplanet metroliga yaqin 5 minutlik yo'l. Hop, shunaqa uy qidiruvga tanishlik tashlab qo'yinglar. E'tiborli uchun rahmat. Kimga yana shunaqa uylar kerak bo'lsa, ko'proq variantlarni Telegram kanalimizga tashlaymiz, ko'plarini Instagramga qo'shib ulgurmaymiz. Telegram kanalimizga ссылка orqali o'tsangiz bo'ladi. Ссылка profilimizda bor.